Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Buxoro Innovatsiyalar universitetining navbatdagi video darsiga xush kelibsiz. Bugun biz jismoniy madaniyat tarixiga chuqurroq kirib boramiz va 3-mavzuni boshlaymiz. Mavzuyimiz qadimgi dunyo xalqlarining jismoniy tarbiyasi. O'tgan darsda biz jismoniy tarbiyaning paydo bo'lish nazariyalarini ko'rib chiqqan edik. Bugun esa insoniyatning ilk sivilizatsiyalarida bu jarayon qanday tizimga solingan haqida gaplashamiz. Darsimizning maqsadi qadimgi Sharq va G'arb davlatlarida jismoniy tarbiya tizimlarining farqini tahlil qilishdir. Qadimgi dunyo deganda biz odatda eramizdan avvalgi 4000 yillikdan eramizdan 5-asrgacha bo'lgan davrni tushunamiz. Bu davrda jismoniy tarbiya asosan 3 ta yo'nalishda rivojlangan: harbiy, diniy va tibbiy. Keling, sayohatimizda insoniyatga beshik bo'lgan qadimgi Sharqdan Mesopotamiyadan boshlaymiz. Dajla va Frot daryolari oralig'ida yashagan Shumer va Bobil xalqlari jismoniy kuchga katta e'tibor berishgan. Mashhur Gilgamesh dostonini eslang. Unda qahramonning jismoniy kuchi va epchilligi madh etiladi. Mesopotamiyada yoshlar asosan kamondan otish, nayza uloqtirish va suvda suzishni mashq qilishgan. Ular uchun bu shunchaki sport emas, balki doimiy urushlar sharoitida tirik qolish vositasi edi. Endi janubroqqa, qadimgi Misrga o'tamiz. Nil daryosi bo'yida shakllangan bu buyuk davlatda tizim boshqacha edi. Misr fir'avnlari o'zlarini xudolarning yerdagi vakili sifatida ko'rsatish uchun jismonan baquvvat bo'lishlari shart edi. Tarixiy manbalarda fir'avnning Xebset deb nomlangan yugurish festivalida ishtirok etgani yozilgan. Agar fir'avn belgilangan masofani yugurib o'ta olmasa, u hukmdorlikka noloyiq deb hisoblangan. Misrdagi Beni Hasan maqbaralarida topilgan rasmlarda 400 dan ortiq kurash usullari tasvirlangan. Bu shuni ko'rsatadiki, qadimgi misrliklar kurash texnikasi va taktikasi bo'yicha juda rivojlangan bilimga ega bo'lishgan. Shuningdek, Misrda zodagonlarning farzandlari uchun maxsus bu yerda nafaqat kuch, balki akrobatika va muvozanatni saqlash mashqlari ham o'rgatilgan. Endi Sharqning yana bir sirli o'lkasi qadimgi Hindistonga nazar solamiz. Hindistonda jismoniy tarbiya, kasta, ya'ni tabaqa tizimi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Kshatriylar, ya'ni jangchilar kastasi bolaligidan boshlab qilichbozlik, ot minish va kurash sirlarini o'rganishgan. Lekin Hindistonning dunyo jismoniy madaniyatiga qo'shgan eng katta hissasi bu yoga tizimidir. Yoga miloddan avvalgi 2000 yillikda paydo bo'lgan bo'lib, u tana va ruh uyg'unligiga asoslanadi. Asanalar, ya'ni statik holatga orqali hindlar mustahkam cho'zish va nafas olishni boshqarishni o'rganganlar. Bu zamonaviy statik gimnastikaning, ya'ni strelchning va platsenning eng qadimiy ko'rinishidir. Sayyoramizning yana bir qutbi qadimgi Xitoyga o'tamiz. Xitoyda jismoniy tarbiya asosan tibbiyot va kasalliklarning oldini olish bilan bog'liq bo'lgan. Kung fu yoki ushu dastlab jang san'ati emas, balki nafas olish va bo'g'inlarni davolash gimnastikasi bo'lgan. Miloddan avvalgi 2600 yillarda yozilgan Kung fu kitobida shunday deyiladi: hayot bu harakatdir. To'xtab qolgan suv sasib qolgani kabi harakatsiz tana ham kasallikka chalinadi. Xitoyliklar ertalabki badan tarbiya va nafas mashqlarini davlat siyosati darajasiga ko'targanlar. Xulosa qilib aytganda, qadimgi Sharq xalqlarining jismoniy tarbiya amaliy va falsafiy yondashganlar. Ularda sport tomosha emas, balki hayot tarzi, din va tibbiyotning bir qismi edi. Endi qadimgi dunyoning ikkinchi qutbi Amerika qit'asiga qisqacha to'xtalamiz. Maya va Aztek xalqlarida ham o'ziga xos jismoniy madaniyat bo'lgan. Ularning pok atok deb nomlangan o'yini zamonaviy basketbol va futbolning ajdodidir. O'yinchilar kauchuk koptokni faqat tizza va bel bilan urib tosh halqadan o'tkazishlari kerak bo'lgan. Bu juda qiyin va jismoniy kuch talab qiladigan o'yin bo'lib, ko'pincha diniy marosimlar bilan tugagan. Hurmatli talabalar,
Ko'rib turganingizdek, jismoniy tarbiya butun dunyo bo'ylab turlicha shakllarda rivojlangan. Lekin ularning barchasini birlashtiruvchi bitta maqsad bor edi. Insonni tashqi muhit qiyinchiliklarga tayyorlash va insoniy salomatlikka saqlashdir. Ushbu kirish qismida biz qadimgi Sharq va Amerika xalqlarining tajribasini ko'rib chiqdik. Darsimizning asosiy qismida esa biz Yevropa sivilizatsiyasiga, qadimgi Gretsiya va Rimga qaytamiz. Chunki aynan xalqlar jismoniy tarbiya nazariyasini fan darajasiga olib chiqdilar. Tayyor bo'lsangiz, diqqatimizni ekranga qaratamiz va asosiy qismini boshlaymiz. Asosiy qismda biz jismoniy tarbiya ilk bor davlat tizimi darajasiga ko'tarilgan hudud qadimiy Gretsiyani tahlil qilamiz. Gretsiyada jismoniy madaniyat jamiyat hayotining ajralmas qismi bo'lib, u polis, ya'ni shahar davlat tuzumi bilan bog'liq edi. Biz ikkita qarama-qarshi tizimni, Sparta va Afina pedagogikasini solishtirishimiz kerak. Sparta tizimi miloddan avvalgi 8-9 asrlarda bu tarixda eng qattiqqo'l davlatlashgan harbiy tarbiya tizimidir. Yangi tug'ilgan chaqaloq Guresiya, ya'ni oqsoqollar kengashi ko'rigidan o'tkazilgan. Zaiflar jarlikka uloqtirilgan. 7 yoshdan boshlab bolalar Agoga deb nomlangan davlat lagerlariga olingan. Bu ularning maktabi va uyi edi. Tarbiya maqsadi og'riq, ochlik va sovuqqa chidamli, buyruqni so'zsiz bajaradigan jangchi yaratish. Asosiy vositalarga qaratsak o'zimizni. Asosiy vositalar yalang'och holda mashq qilish, ya'ni mushtlashuvlar va kriptiya, ya'ni tungi reydlar. Endi Afina tizimiga qaraymiz. Bu yerda maqsad kalokagriya, ya'ni tana va ruh go'zalligi uyg'unligi edi. Afinada tarbiya xususiy bo'lib, 3 bosqichli ta'lim muassasalarida olib borilgan. Birinchi bosqich 7-14 yoshda musiqa maktabi, aqliy ta'lim va palestra, ya'ni jismoniy ta'lim. Palestra bu kurash maktabi bo'lib, u yerda pedotrik, ya'ni jismoniy tarbiya o'qituvchisi dars bergan. Ikkinchi bosqichda 16-18 yoshdagilar uchun gimnaziyalar. Bu yerda falsafa va murakkab sport turlari o'rgatilgan. Va nihoyat 3-bosqich 18-20 yosh Efebiya. Bu majburiy harbiy xizmat davri hisoblangan. Ko'rib turganingizdek, Afina tizimi bugungi zamonaviy uzluksiz ta'lim tizimining prototipidir. Gretsiya jismoniy madaniyatining cho'qqisi bu Panellin o'yinlari, xususan Olimpiada o'yinlaridir. Biz o'tgan darsda uning tarixi haqida gaplashdik. Hozir esa uning tashkiliy tuzilishiga to'xtalamiz. O'yinlarning eng muhim qoidasi ekacheriya, ya'ni muqaddas sulh edi. Bu xalqaro huquqning ilk ko'rinishidir. Musobaqada kimlar qatnashishi mumkin edi? Faqat ozod tug'ilgan Yunon erkaklari, qullar va varvarlar yo'l qo'yilmasdi. Sportchilar musobaqadan 1 oy oldin Olimpiyaga kelib, ellanodiklar, ya'ni hakamlar nazoratida yig'in o'tkazishgan. Bu qoida bugungi kunda sport yig'indisi tizimining tarixiy asosidir. Asosiy dastur pentatlon, ya'ni 5 kurash bo'lgan. Uning tarkibi yugurish, sakrash, nayza, disk va kurash bo'lgan. Eng shafqatsiz tur esa pankration, ya'ni qo'l jangi va kurash aralashmasi bo'lgan. Unda qoidalar deyarli bo'lmagan. Olimpiada o'yinlari milodiy 394-yilda Rim imperator Feodosiy I tomonidan butparastlik qoldig'i sifatida taqiqlangan. Endi navbat qadimgi Rim sivilizatsiyasiga. Uning jismoniy tarbiya tizimi tubdan farq qilgan. Rimliklar pragmatik xalq bo'lishgan. Ularning maqsadi uyg'unlik emas, balki harbiy amaliy foyda edi. Rim jismoniy tarbiyasi asosan legionerlar, ya'ni professional askarlarni tayyorlashga qaratilgan. Mashg'ulotlar Mars maydonida o'tkazilgan. Asosiy e'tibor chidamlilik va qurol ishlatishga qaratilgan. Legioner to'liq anjomlar bilan taxminan 30-40 kilogramm kuniga 30 kilometr masofani bosib o'tish sharti bo'lgan.
Rimda greklardagi kabi gimnaziyalar bo'lmagan. Ular sportni yumshoqlik belgisi deb bilishgan. Biroq Rim imperiyasi davrida jismoniy madaniyatning yangi o'ziga xos instituti paydo bo'ldi. Gladiatorlik. Bu sport emas, bu tomosha san'ati, shou biznes edi. Lekin uning tayyorgarlik tizimi juda kuchli. Gladiatorlar ludi deb nomlangan maxsus maktablarda yashagan va shug'ullangan. Ularning murabbiylari lanista deb nomlangan. Ular jang texnikasini mukammal o'rgatishgan. Har bir gladiator ma'lum bir qurol turiga ixtisoslashgan. Masalan, to'r bilan jang qiluvchi yoki og'ir zirhda bo'lishgan. Rim jismoniy madaniyatning ijobiy tomoni ham bor edi. Bu gigiyena va tibbiyot. Rimliklar mashhur termalar, ya'ni ommaviy hammomlarni qurishgan. Bu sog'lomlashtirish markazlari edi. Termalarda nafaqat yuvinishgan, balki massaj olishgan, badan tarbiya qilishgan va suhbatlashgan. Rimliklar shifokor Claudiy Galen, ya'ni milodiy 2-asr jismoniy mashqlar nazariyasiga ulkan hissa qo'shgan. Galen birinchi bo'lib mashqlarni fiziologik ta'siriga ko'ra tasniflagan va davolash gimnastikasiga asoslangan. Uning salomatlikni saqlash san'ati asari o'rta asrlarda ham tibbiyotning asosiy qo'llanmasi bo'lgan. Xulosa qilib aytganda, antik dunyo, ya'ni Gretsiya va Rim jismoniy tarbiya institutlashtirildi. Gretsiya bizga pedagogika va garmoniyani, Rim esa amaliyot va tibbiyotni meros qoldirdi. Bu tizimlar mukammal emas edi. Qullik, shafqatsizlik, lekin ular bugungi fanimizning poydevoridir. Siz talabalar va tarixiy tajribani chuqurroq tahlil qilishingiz zarur. Asosiy qismi shu yerda yakunlaymiz. Navbatdagi qismi xulosa va topshiriqqa o'tamiz. Mana qadimiy dunyo bo'ylab qilgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keling, asosiy xulosalarni chiqaramiz. Biz bugun ikki xil dunyo qarashni ko'rdik. Sharq falsafasi va g'arb pragmatizmi. Qadimgi sharqda Hindiston, Xitoy jismoniy tarbiya ko'proq ichki dunyo va tibbiyot bilan bog'liq bo'lgan. Qadimgi g'arbda Gretsiya, Rim va tashqi go'zallik, musobaqa va harbiy kuchlar ustunlik qilgan. Lekin ikkala sivilizatsiya ham bir haqiqatni tushungan. Harakatsiz hayot bu halokatdir. Bugungi zamonaviy sport aynan mana shu ikki qutubning birlashuvidan hosil bo'lgan. Masalan, gimnastikadagi stretching, ya'ni cho'zilish mashqlari bu aslida qadimgi yoga elementlaridir. Olimpiada o'yinlari esa bu qadimgi Yunonlarning bizga qoldirgan eng buyuk merosdir. Endi diqqat qiling. Silabus bo'yicha mustaqil ta'lim topshiriqlarini belgilab olamiz. Bizda birinchi topshiriq qadimgi olimpiada o'yinlari va zamonaviy olimpiada o'yinlari farq va o'xshashliklari. Bu mavzuda Venn diagrammasini tuzishingiz va kamida 5 ta farqni ko'rsatib berishingiz kerak. Xo'sh, taqdimotda aniq mashq turlari va ularning qaysi kasalliklarga davo ekanini yotishingiz zarur. Baholash mezonlarida ko'ra ijodiy yondashuv va tarixiy manbalar to'g'ri foydalanish yuqori baholanadi. Albatta siz foydalangan adabiyotlardan ham foydalanishingiz kerak. Ya'ni asosiy manba Yunus va darsliklari va Styolerning sport tarixi kabi. Shuningdek, mavzu bo'yicha qo'shimcha video roliklar va hujjatli filmlar havolasini Telegram kanalimizga joylayman. Ularni ko'rish orqali siz o'sha davr muhitini yaxshiroq his qilasiz. Hurmatli talabalar, kelgusi darsimiz biz uchun eng qadrlisi bo'ladi. Mavzuyimiz bu Markaziy Osiyoda jismoniy tarbiyaning rivojlanishi. Silabusdagi, ya'ni 4-mavzu. Buxoro Innovatsiyalar universiteti sizga har doim qo'llab-quvvatlashga tayyor. Faolligingiz va e'tiboringiz uchun barchangizga kattakon rahmat. Sog'lig'ingizni asrang, sport bilan shug'ullanishingiz va ilm olishingiz kanda qilmang. Mening elektron pochtam har doimgidek ochiq, ya'ni nurnisoqov@bn.uz. Keyingi mashg'ulotda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.